Assalomu alaykum. Hammaga ertalabda 39 da stoyankada mashinalar juda ko'p. Biz qo'nishga kelib dam oldik. Qo'ygan bu Abbos hali большой груз. Kecha kuni ortib tushirib yotgani ulgimam. Odiga endi yuk ortadi. Ketadi bu yoq. Mang'it Patir degan staloyga kirdik mana obedga. Shopirlarni hali yuk tushirmadi. Gashini ham qilib qo'yibdi. Salqin qilib. Xudo xolasa mana tushirishni boshlashdi. Xudo xolasa mana asta sekinlikdan boshlab tushiryapti. Bananlarimiz. Bananza. Xohlasa tushirishi bo'ldi. 3 badon qoldi. 3 ta badonda bo'shadi. Xudo xohlasa mana bananni bo'shatib, endi vodiyga yuk ortaman. Inshaalloh. Xudo xohlasa mana bananni tushirib Coca-Cola ortgan keldi. Ko'la yuklagan Coca-Cola zavodiga keldim. Xudo xohlasa, onda o'chirdim desa ortib yuraman. Mashinalar bor, 10-15 ta o'chiribdi. Ungacha oynalarni tozalab olsam, chiroyli bo'lib keyin yo'lga vodiy qayerdasan deb. Xudo xohlasa mana Coca-Cola ortgan. Kirib ketyapman. O'chirib turilar ekan, telefon qiladi ekan bu joyda. Coca-Colaga. Telefon qiladi ekan, keyin asta sekinlik bilan kirib kelinaveradi ekan. Kechki paytda o'rtaveradi ekan bu Coca-Cola. Ashkatta Coca-Colani ortib berganda edi menga. Qaytib chiqishimda endi ash Coca-Colani olib ketaman endi. Kattagina ekan. Xudo xolasa. 1,5 kanal oldida. Oldiga ash holat qilib yuklangan. Endi orqasi qanday ketadi bilmadim. Buni oldi perigruz chiqdi, tushirtirib boshqatdan yuklattirdim. O'shanda ham orqaga kelmadi yo boshqa bo'lmadi. Hayron qoladigan. Hozir 2 martadan tushirtirib qaytarib yuklattirdim. 21 tonna 400 kg yuk. Video shida 11 tonna 200. Shuni qaytarib yana joyiga yukla desam, bari bekor shunday qilib berdi. Hech o'xshashligi yo'q bu Coca-Cola, bilmadim endi. Doim shunaqa qilib yuklash ekan. Bo'lmadi bu. Video shu perigruz beryapti bu. Perigruzni yo'qotib ber desam, yo'qotishi bermadi. Yukni polni tushirdi, yana qaytarib yukladi. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Boshqacha variantiga. 26 palet yuk yuklagan Coca-Cola. Endi tarozida qanaqa bo'ladi endi bilmadim. Beravalimiz tarozida. Yukni ortib chiqdim. Xudo xohlasa endi yo'lga. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Endi yo'lda davom etamiz. Bu yo'g'a.